ana mazasi qochadi jigar. Audi A4 S-Line Quattro 3.2 motorligi. Bunaqa narxga realni ko'rmagansiz jigar. Hozir agar o'zim like bosish iloji bo'lganda bosib tashardim jigar. Sizning iloji bor, hozir bosib tashlang. S-Line degani Mercedes xuddiki AMG, BMWda M bor-ku, xuddi shunaqa narsa. 3.2 motor tasavvur qiling, holatini qarang, qurtligini. Bir tikti detalida kraska bo'lgan joyi bor, lekin probegi 89 ming tasavvur qiling. Buning uchunchi chaqaloq deganda gapda. Eng qimmat audio sistemalardan Bang & Olufsen audio sistema yorib yuboradi, 8 lik chiqaradi. Pamять сиденья, elektronli сиденья, Luke, Olufsendan surishtirib ko'ring. 20 ming, 22 ming turibdi A4 mana shu S-Line topa olsangiz, bundan sal probegi ko'proqlari. Buni ham ishoning bir 18 ligi, bir 15 ligi bor, ko'tarib olib ketib qolinadigan mashina. Aynan A4 Audi'ning eng ko'p sotilgan modellaridan dunyo bo'ylab 7 millionta sotilgan. Tasavvur qiling, shunchaki zo'rki, hamma oladi. Aerodinamikasi вообще мощный hisoblanadi. Olgan odamni hozirdan men tabriklab qo'yib, вообще нереальный narxga shikalat mashina oldingiz deb like bosib qo'yardim yana bir marta. Jigar, podpiska tashlamaganlar, mana shunaqa o'tqizib yuborasizmi? Ko'rmanman-da deb afsuslanib yurasiz. Hozir mana shu podpiska bor jigar, bosib qo'ying.